Assalomu alaykum do'stlar. Mahsulotlarimizdan o'z egalariga ketyapti. Protiviti, oqsil. Sportsmenlar ham ichsa bo'ladi, yosh bolalar ham ichsa bo'ladi. Buni muskullarni rivojlantiradi. Oqsil. O'ta kuchli aminokislotalar bor. Letsitin, o'pka va jigarlar, asab tizimlarini yaxshi qiladi. Magniy. Magniyni hozir hamma biladi nimaligini. Buni kechqurunda ichsangiz asab nerv sistemalaringiz joy-joyiga keladi. Paudarko bu tabiiy antibiotik. Har bitta oilada doimiy turishi shart bo'lgan mahsulot. Vitamin D spray. Buni hozirgi kunda yosh bolalarga ham, kattalarga ham kerak vitamin D. Lexicor bu bo'g'im kasalliklarini oldini olib davolashda juda qulay keladi bu mahsulot. Prime. Buni ko'zingizda muammo bo'lsa, xira ko'rishni boshlagan bo'lsangiz ichasiz. Agar xira ko'rish, chiroyli, go'zal ko'rishni xohlasangiz, shuni ichasiz. Ko'zingizda muammo bo'lmaydi. Safrin asab tizimlarini yaxshi qiladi. Bentakan yurak qon tomir sistemasini yaxshilaydi. Bu vitamin K. Albatta bularni iste'mol qilib yursangiz, inshaalloh kasal bo'lmaysiz.